Xohlagan paytingiz yotqizasiz, xohlagan paytingiz turgizasiz va xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz. Ixtiyoroda orasida knopka bilan ezib boshqarganingiz jinsiy aloqa sekin asta turdi. Turganda bunda shu yo'nqisdagi suyuli bunga o'tdi. O'tishini hisobiga qattiqlashdi va unda ham xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz. Ushbu bolaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Nimaga? Onasi hayot, ota hayot. Lekin uje shu videolarni tushunib turib, men dadamda qandli diabet bor-u deb turib, jinsiy aloqa yo'q bo'lib ketganiga 8 yil bo'ldi. Nima qilay? Dardimni shu sizlar videoda aytib chiqqanlardan keyin o'g'lim meni tushunibdi, rahmat deyapti. Bu fibroz bo'lib ketgan. Qatib ketgan, chandiqlanib ketgan. Farzandli bo'lgan odamga faqat jinsiy hayot kerak bo'ladi, xolos. Ya'ni pastel, lazzatlanish, zavq olish, stresslardan xalos bo'lish. Moyaklar kichkina bo'ladi. Unda azospermiya bo'ladi. Farzand ko'rishga urug'lar chiqmaydi. Yo'q bo'ladi, nol bo'ladi. Bundan oldingi videolarimizda jinsiy olati umuman turmay qoladigan, ishlamay qolgan yoki avtoavariyaga uchragan insonlarga protez qo'yish haqida gaplashganmiz. Protezga ko'pchilik shubha bilan qaradi. Ko'pchilik bu bo'lmagan narsa deb o'yladi. Qabulimizga juda ham ko'plab, yuzlab insonlar keldi va shulardan kamida bir 20 tasiga protez qo'yib berdik. Eng byudjetniy varianti, ya'ni одноkomponentniy protezni qo'yib berdik. Bu nima degani? Protezni nechta turi bor o'zi? Protez yana qachon qo'yish kerak? Protezni narxi qachon arzonlaydi? Protez o'zi nech pul va nech pulli operatsiya degan savollarga javob olamiz bugun. Videoni oxirigacha kuzating va menga hozir obuna bo'lib qo'ying. Ushbu video manfaatli bo'lishi uchun sahri bor yoki avtoavariyaga uchragan yoki qandaydir urg'olik muammosi bor do'stingizga yuborib qo'ying. Biz protez mavzusini olib chiqdik. Protezni o'zi do'stlar ikki xil turi bo'ladi. Bir komponentli va ikki komponentli protezlar bo'ladi. Buni farqi nimada? Nima bilan solishtirsak bo'ladi? Ko'z oldimizda qana gavdalantirsak bo'ladi deb so'raysizlar. Xo'p, bir komponentli protez bilan ikki komponentli farqi doim aytamiz, buni mexanizmida. Mexanizmi qanday? Bir komponentli protezda doimiy ravishda jinsiy olat o'zi turgan holatda bo'ladi. Ya'ni одноkomponentli protezda jinsiy olat doimiy ravishda turgan deganimiz, qo'lingizda mexanizmini boshqarasiz. Xohlagan paytingiz yotqizasiz, xohlagan paytingiz turgizasiz va xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz. Ikki komponentli protezchi deyishadi. Bunda o'zini yo'nqisti bo'ladi, ya'ni bachokchasi. Bu qovoqni va shu o'ng tomon yoki chap tomonga o'zini joyi bor, qo'yiladigan terini tagiga yoq qavatdan so'ng bu narsa qo'yiladi, yo'nqisti. U sizga bilinmaydi, ko'rinmaydi, xalaqdan bermaydi va uni knopkasi qayerga qo'yiladi deb savol tushadi. Xo'p, knopkasi do'stlar bu ikkita moyakning oralig'i, ya'ni yorug'oq xaltaga qo'yiladi. Bu mexanizmida bunda shu knopkani essiz, shu bachokdagi, ya'ni shu suyuli boradi. Borganda protez jinsiy olat sekin asta knopkani ezganingizda sekin asta bundoq turadi. Turishi natijasida qattiqlashadi va ushbu suyuli, shu yo'nqisdagi suyuli bunga boradi. Borganda bu ishadi va ishchining hisobiga, suyuli to'lishining hisobiga qattiqlashadi. Shunda jinsiy olat turadi. Endi bu bilan buni afzalligi qanaqa? U ham bu ham bitta vazifani bajarib beradi-yu deydi. Shuning uchun men sizga boshda aytdim videoda, sizga optimal byudjetniy variantini topib qo'ydim. Ushbu variant sizga albatta ma'qul keladi deb o'ylayman. Keyin esa sizda hayot sifatingizni yaxshilab beradi. Xo'p, bu ikki komponentli protezda shu aytgandek yorug'ingizni ikkita yorug'ni orasida knopka bilan ezib boshqarganingiz jinsiy olat sekin asta turdi. Turganda bunda shu yo'nqisdagi suyuli bunga o'tdi. O'tishini hisobiga qattiqlashdi va unda ham xohlagancha jinsiy aloqa qilasiz. 3 soat, 1 soat, 5 soat o'zi energiya sarfingiz yetguncha. Bo'ldi degunizcha yoki ayolingiz bo'ldi deguncha. Endi biz ko'p videolarda aytdik, buni farqi, qimmatligi, nima uchun qimmat, boshqa deyshadi. Xo'p, tasavvur qiling. Sizni oldingizda xo'p, bir xil mahsulot. Endi biz O'zbekistonda nimani tasavvur qilishingizga olib kelsak bo'ladi. Endi biz doim o'zbeklar nimaga qaraymiz? Kiyim-kechakka qaraymiz-da. To'g'rimi? Toza kojinli kurtka bilan dermantin deb o'ylasak, to'g'rimi? Karapanmi? Ikkovsi ham bitta vazifani bajarib beradi, to'g'ri. Bitta kiyim, bitta vazifa. Bu ham bitta vazifani bajarib beradi. Endi bu yerda sifatida, qulayligida, zamogida farqi bo'ladi. Bunda ham ikki komponentli protezda ham xuddi shunaqa udobstvasi, o'z mexanizmni boshqarasiz, jinsiy olat o'z holatingizda yotgandaqa yotadi, yotgan paytdan keyin shu o'z jinsiy olatingiz razmerida bir xil turadi.
Ha, adnokomponentnida unaqa emas. Adnokomponentnida esa bu qanaqa? Adnokomponentnida doimiy ravishda turadi, xolos shu narsani bunday qo'lingizda ko'rsatayotganimni bunday yotkizasiz. Qo'ygan operatsiyamizdan shu yerga videodan qo'yib ketamiz. Ya'ni jinsiy holatda yotkazayotganimizni va turgizayotganimizni, qayerda turganini. YouTube sahifamiz uchun обязательно buni qo'yib ketamiz. Mayli ochiq bo'lsa ham, chunki erkaklarimiz ko'rish kerak. Bu 18+ emas. Endi byudjetli varianti sizga ma'qul kelishi deganimni nimani nazarda tutyapman? Chunki bizda hamma ko'p oilalar, ko'p insonlar qandli diabet bilan aziyat chekadi va oilalarimiz oyliklarini to'plab, misol to'plab oshini qildiradi bu narsani. Endi hozirgi paytda ushbu operatsiyani narx-navosi oldingiga qaraganda ancha tushgan. Ya'ni hozir 36 million so'm bilan 50 million so'm oralig'ida shu bir komponentli protezni qo'ydirib ketsangiz bo'ladi. Hozir kommentariyada negativ yozishingiz mumkin do'stim, 36 million ham pul emasmi deb. Yo'q, albatta bu katta pul, lekin protezda, ya'ni mahsulotda o'zi qimmat turadi. Protezda o'zi qimmat turadi, stoyimizda. Chunki bu narsa sizga butun umr ishlab beradigan narsa-da. Qimmatligi sababi shu. Ya'ni uni ham o'zining garantiyasi bor, o'zining ishonchi bo'ladi, ishonch tanlovi bo'ladi. Oldimga qabulimga kelyapti, qandli diabet bilan og'rigan inson otasini olib kelyapti, ushbu insonni farzandi videolardan ko'rdi. Men ushbu bolaga o'z minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Nimaga? Onasi hayot, ota hayot. Lekin uje shu videolar tushunib turib, men dadamda qandli diabet bor-u deb turib, birinchi bola men bilan suhbat qilib ketayapti-da, keyin aka, dadam bilan ochiq gaplashing. Men o'zim harakat qilaman, shu protezni qo'ydiraman deb 3 oy oldin keluvdi qabulimga. 3 oy oldin kelib, pul to'plab, dadasiga protez qo'ydirdi. Nimaga? Onasini o'ylayapti, dadasini jinsiy hayotini o'yladi. Duosini oldi. Men aytdim otasiga, yashirmadim. Shu farzandingiz sizga shu narsani qildirib bermoqchi. Endi keling siz bilan ochiq suhbat qilaylik, shikoyatingizni eshitay dedim. Hali inson ko'ziga yoshlar olib aytyapti, jinsiy aloqa yo'q bo'lib ketganiga 8 yil bo'ldi. Nima qilay? Dardimni shu sizlar videoda aytib chiqqanlardan keyin o'g'lim meni tushunibdi, rahmat deyapti. Ya'ni bitta oilaga xursandchilik olib kelganimizdan biz xursandmiz. Ya'ni bu inson jinsiy aloqa qildi. Bo'larkan u deyapti. 18 yosh emas, to'g'ri bir 22 yoshga qaytdim deb aytyapti. Do'stim, sizni aytmoqchiman, shu emotsiyaga berildim shekilli, ko'zimga yosh kelib ketay dedi. Chunki xuddi shunaqa oila a'zoyingizda yoki qarindoshingizda yoki akangizda bu holat bor. Hozir har bitta oilani, katta oila masshtabini olsak, 100 kishi deb olsak, 100 kishini yo'q deganda 2 tasida yo 3 tasida qandli diabet bilan aziyat chekyapti, yo ayol yo erkak. Chekkaga tortib ushbu videoni o'ziga silkasini yuborib, qarang, shu video rostdan shunaqa bo'lsa, yuring, boraylik, yechim bor ekan-u degan narsani aytib olib keling. Biz sizga sifatli yechimni qilib beramiz. Shuncha vaqtdan beri YouTube sahifamizga manfaatli videolar joylab boryapmiz. Asosiy maqsadimiz insonlarda, jamiyatning ichida urologik muammosi bor insonlarga yordam berish. Ya'ni jinsiy holatda muammo bormi? Qiyshiqlik yoki jinsiy holat turmayaptimi? Yoki farzandsizlikdan qiynalanyapsizmi? Spermogramma tahlillarida sizda urug' ko'rsatkichlar nol ko'rsatyaptimi? Farzandingizni muayiklari o'z yorug'i xaltasida emasmi? Unda quyidagi nomerlar orqali bizga murojaat qiling. Biz sizga sifatli ma'lumot va sifatli yechimni qilishga harakat qilamiz. Shu adnokomponentlikda ham ustunlik tomonlari nima? Shikoyati nima edi degan savolga ketdim, mana hozir tushuntirib beraman. Aytgandek 8 yil jinsiy aloqa bo'lmagan, jinsiy holat umuman turmay qo'ygan, qandli diabet bor, doim 8, 9, 10 yurgan. Qandli diabet hisobiga jinsiy holatda g'ovak tana bo'ladi. Bu fibroz bo'lib ketgan, qatib ketgan, chandiqlanib ketgan. G'ovak tana nima o'zi? G'ovak tana qanaqa mexanizmda ishlaydi? Jinsiy holatga g'ovak tana nima ahamiyati bor deysizlar? Xo'p. G'ovak tana ikkita turbani oling, uzun turba. Shu turbada suv quysa, suv tushar pastga. Suv tushsa bu nima bo'ladi? To'ladi. To'lsa qattiqlashadi, to'g'rimi? Yoki shlank deylik. Shlank qattiqlashdi. Endi jinsiy holatda ham bu qon aylanish hisobiga oldinlari saxarli diabet yo'q paytida yoki jinsiy holat turmagan paytda bu qattiqlashgan, qattiq turgan. Qattiq turishi hisobiga jinsiy aloqa qilgan va qon aylanish natijasida o'sha jinsiy holat o'zini bo'shangandan keyin bu yerda o'sha qon qaytishini hisobiga jinsiy holat yotgan. Endi bu insonlarda shu qattiqlanib ketgan fibroz hisobiga bu jinsiy holat turmaydi, qon aylanish bo'lmaydi.
Shuni hisobiga jinsiy holat turmaydi, taranglashmaydi va bora-bora regular seks yo'q bo'lib ketadi. Ya'ni jinsiy aloqa yo'q bo'lib ketadi. Faqat u emas, spermatogenezga ham bog'liq, prostatagani ham bezovta qiladi. Endi faqat jinsiy holatga bog'lab olmang demoqchi bo'lishingiz mumkin. Ushbu kadrda testosteronni tushirishiga va spermatogenez ta'siriga ham bog'liq. Endi farzandli bo'lgan odamga faqat jinsiy hayot kerak bo'ladi xolos. Ya'ni pastel, lazzatlanish, zavq olish, stresslardan xalos bo'lish. Endi adna komponentlikni nimaga men sizga aytyapman, nimaga afzalliklari ham bor, faqat bu byudjetniy tomondan emas. U 3 komponentliga finansiy tomondan pulingiz yetmasa, u ham bitta vazifani bajarib beradi. Ya'ni jinsiy holatingizga qo'ydik, bu ham qattiqlashdi, taranglashdi. Vazifa nima uchun? Jinsiy aloqa qilish uchun, qattiq turish uchun. Bo'ldi. Aloqa bo'lgandan keyin shuni mexanizmni qo'lda yotkizib olasizda, yana yuraverasiz. Hojatga chiqqanda bemalol siyasiz, bemalol ishingizni bajarasiz. Endi urologim uchun biroz ochiq gapirishga majbur bo'ldim. Shuning uchun qo'polroq tuyulayotgan bo'lishi mumkin. Endi faqat qandli diabet emas. Oldimizga Klinefelter sindromi bilan bemor keladi. Xo'p, ularda ham dardi og'ir bo'ladi. Bu qanaqa? Ushbu holatda ham bitta bemorimizga protez qo'yib berdik. Bunda bemorda moyaklar kichkina bo'ladi. Bunda azospermiya bo'ladi. Farzand ko'rishga urug'lar chiqmaydi. Yo'q bo'ladi, nol bo'ladi. Shunaqa insonlar bor ichimizda. Buni biz doktorlar bitta ko'rishda ajrata olamiz. Ularda jinsiy holat ham kichkina bo'ladi. Jinsiy holat kichkina bo'lishi bilan bir qatorda testosteron moyakdan ishlab chiqariladi-yu. Testosteron kichkina, zavod kichkina. Testosteron ishlab chiqarilmaydi. Jinsiy holat yaxshi turmaydi. Ularda ham uje bora-bora bir haftada bir oyda bir aloqa o'tib ketadi. Va to'g'ridan-to'g'ri tashqi tomondan testosteron ukol oladi. Ukol olib jinsiy aloqani yaxshilamoqchi bo'ladi, oladi va organizm qabul qilmay qo'yadi tashqi tomondan testosteronni. Keyin u insonlarga ham protez qo'yib beramiz va qo'ydik ham. Ushbu inson ham uje hayoti, zavqlanishi, uje oila saqlab qolindi. Bitta farzandni faqat boqib olishdi. Biz uni tavsiya qildik. Ya'ni donor ishlatgandan ko'ra farzand boqib oling do'stim deb tavsiya berdik. Va farzandda shu o'zini oila a'zosidagi, oiladagilar farzand berdi, shuni boqib katta qilishyapti va jinsiy hayoti yaxshilandi. Jinsiy hayoti yaxshilandi va sifati yaxshilandi. Ushbu bemor ham shu videoni kuzatadi, bilaman, kommentariyada bir yaxshi kommentariya qoldirsa kerak. Aytmoqchiman, sizni yoki yaqinlaringizda ham shunaqa urologik nozik muammo bormi? Meni kuzatyapsizmi? Shu videoda ushbu insonga ulashing. Hech savobga sherik bo'ling. Ya'ni savob nima? Shu dardiga mana shu narsa bor ekan, yechim bor ekan degan narsani yuborib qo'ying. Narxlarni aytdim. Bu mexanizmni tushuntirdim. Sizda qanaqadir savollar bo'lsa, kommentariyada qoldiring. Ushbu holatda ham sizga yozib qoldiraman yoki video rolik qilib chiqarib beraman. Video qiziqarli bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib qo'ying do'stim. Video saqlab yoki ushbu insonga yuborib qo'ying.